Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugungi yangiliklarimizdda Chet eldan qanday telefonlarni to'g'ri O'zbekistonga olib kirish haqida gaplashib o'tamiz. Biz hozir Toshkent xalqaro aeroportidamiz. So'nggi vaqtlarda ayrim yo'lovchilar chegaradan kirishda telefonlarni deklaratsiyadan o'tkazishda qiyinchiliklarga duch kelayotganini aytishmoqda. Yoki bo'lmasam aynan qayerda registratsiyadan o'tkazishni bilishmaydi. Bu esa keyinchalik ushbu gadjetlarning uzimiy tizimidan ro'yxatga o'tkazishda ortiqcha to'lovlar to'lashga sabab bo'lmoqda. Vaqt.uz bu borada mas'ullardan ma'lumot olish maqsadida Toshkent xalqaro aeroportiga keldi. So'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda uzimiy tizimi bilan bog'liq muammolar keng muhokama qilinmoqda. Bojxonaga olib kirilayotgan gadjetlar qanday registratsiya qilinadi? Go'yoki mobil qurilmalarni IMEI kodlarini ro'yxatdan o'tkazish narxlari oshib ketgani, masalan ilgari 30-40 AQSh dollar edi, mana hozir hattoki 300-400 AQSh dollargacha chiqdi degan mishmishlarga shu gap so'zlarga guvoh bo'lib turibmiz. Bu qayerdan kelib chiqyapti degan savol tug'iladi. O'zi aslini olganda O'zbekistonga olib kirilayotgan mobil qurilmalarni demak UZMI tizimidan ro'yxatdan o'tkazish bu bazaviy hisoblash miqdorining 20% miqdorida, ya'ni shu kecha kunduzdagi narxga qaraydigan bo'lsak, o'rtacha 75 ming so'm atrofida va bu o'zi O'zbekistonga mobil qurilmalar ikki xil yo'l bilan olib kiriladi. Aytaylik, tijorat maqsadida, ya'ni tadbirkorlar tomonidan yirik partiyada qonuniy tartiblarda import qilinadi va import bojxona rejimiga rasmiylashtirish jarayonida aynan o'sha importyor tomonidan yirik miqdorda, yirik partiyada olib kelingan mobil qurilmalarning barchasi markazlashgan holda, demak, UZMI tizimidan ro'yxatdan o'tkaziladi. Keyinchalik ushbu telefonlar savdo rastalariga, do'konlarga chiqqandan keyin xaridor ushbu mobil qurilmalarni sotib olayotganida hech qanday UZMI bilan bog'liq muammoga yoki ro'yxatdan o'tkazishga duch kelmaydi, ehtiyoj, zarurat yo'q. Telefonlarni O'zbekistonga kirib kelishining ikkinchi yo'li bu jismoniy shaxslar, mana ko'rib turibsiz, xorijdan qaytayotganda o'zlari bilan mobil qurilmalarni olib kelishadi. O'z amaldagi qonunchilikka ko'ra, shaxsiy ehtiyoj uchun jismoniy shaxslar 2 donagacha mobil qurilmalarni bemalol olib kirishlari mumkin. Bojxona to'lovlari bojsiz demak olib kirish normalari doirasida. Aytaylik, samolyotda kirib kelayotganda 1000 AQSh dollargacha bo'lgan miqdordagi tovarlarni shaxsiy ehtiyoj uchun bojsiz olib kirishga ruxsat etiladi. Demak, olib kirilayotgan mobil qurilmalarimiz qiymati ham mana shu summa doirasida imtiyoz qo'llaniladi. Endi to'g'ri tushunamiz, ayrim mobil qurilmalar aytaylik narxi 1000 AQSh dollardan qimmat. Bunday holatlarda demak o'sha belgilangan 1000 dollarlik imtiyoz bojsiz norma qo'llaniladi, chegirib tashlanadi va qolgan qismiga demak bojxona to'lovlari belgilanadi. O'zbekiston bojxona xizmati chet eldan olib kirilgan telefonlarning modellari va ularning o'rtacha jahon bozori narxlari asosida maxsus ma'lumotlar bazasini shakllantirgan. Ushbu baza asosida olib kirilayotgan telefonning narxi belgilangan limitdan oshsa 30% lik bojxona to'lovi hisoblanadi. Masalan, fuqaro iPhone 16 Pro Max telefonini O'zbekistonga olib kirishda quyidagi asosda boj to'laydi. Bojxonadagi baza asosida telefonning aniq narxi belgilanadi va limit, ya'ni 1000 dollardan qimmat bo'lsa, aytaylik 1500 dollar bo'lsa, 500 dollargagina 30% lik bojxona to'lovi hisoblanadi. Agarda fuqaro eski va ishlatilgan gadjetni davlatga olib kirayotgan bo'lsa, telefon narxi va uning modeli va qachon ishlab chiqarilganiga qarab baza asosida aniqlanadi. Ko'pchilik yo'lovchilar UZMI tizimi haqida ma'lumotga ega emas va bu haqida aeroportni tark etgandan keyin xabardor bo'lishyapti. Bunga sabab biz ularni xabardor eta olmayapmizmi yoki ular biroz e'tiborsizlik qilishyaptimi? Qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. Mobil qurilmalarni albatta deklaratsiyalash shartligi haqidagi qonuniy eslatmalar bu o'sha chegara bojxona postlarimiz barchasida namoyish qilinadi. Mana hozir qarasangiz, mana ekranlarda ko'rsatib turilibdi, og'zaki e'lonlarda berilyapti va yana mana shu yo'lovchilar albatta ko'zi tushishi mumkin bo'lgan har bir nuqtaga mana qarang, UZMI haqida eslatmalar joylashtirilgan. Bunday paytda albatta biz chegarani har doim ham kesib o'tmaymiz. Bir yilda 2-3 marta chegarani kesib o'tar ekanmiz. O'zimiz uchun 5 daqiqa vaqt ajratib aytaylik, shu bojxona qoidalarini bir quruq eslasak, bu o'zimiz uchun foydadan xoli bo'lmaydi. Endi targ'ibotning barcha usullari qo'llanilyapti. Instagramda, Facebookda, Telegramda. Lekin shunga qaramasdan baribir biz bexabar degan fikrlarni bildirilyapti va men o'ylayman, bu vaziyatdan chiqish uchun o'ylab topilayotgan yoki aytilayotgan bahona vaj deb hisoblayman. Gadjetlar temir yo'l transporti, avtomobil yoki piyoda olib kirilganda to'lov tartibi qanday bo'ladi? Poyezdda kirib kelayotganda yurtdoshlarimiz
500 AQSh dollarigacha bo'lgan miqdordagi tovarlarni shaxsiy ehtiyoj uchun bojsiz olib kirishlari mumkin. Avtomobilda yoki piyoda ravishda kirib kelayotganda 300 AQSh dollarigacha. Lekin bu chegara o'tkazish punktlaridan kirib kelayotganda tovarlarni bojsiz olib kirishda davriylik ham bor. Har 6 oyda bir marotaba, demak, mana shu limitdan, ya'ni tovarlarni bojsiz olib kirish normasidan har 6 oyda bir marotaba foydalanish imkoniyati beriladi. Endi tahlillarga qaraydigan bo'lsak, UZMI tizimi mamlakatga mobil qurilmalarni qonuniy import qilinishini ta'minlashda juda katta rol o'ynaydi. Bu har birimiz xavfsizligimiz uchun xizmat qiladi ertaga. Chunki mana shu telefon bilan bog'liq qandaydir qonun buzilish holatlari sodir etilganda yoki telefon yo'qolganda, aytaylik, mana shunday holatlarda mana shu UZMI tizimidan ro'yxatdan o'tganligi fuqarolarimizga juda katta asqotadi. Tahlillarga ko'ra, mana joriy yilning o'zida O'zbekistonga 1.800.000 donadan ziyod mobil qurilmalar qonuniy import bo'lib kirib keldi. Lekin shunga qaramasdan noqonuniy yo'llar bilan olib kirishga urinishlar ham bor. Respublikamiz bojxonachilari joriy yilni mana shu birinchi yarim yilligida aniqlangan holatlarda qiymati 16.4 milliard so'mlik 44.000 donadan ziyod mobil qurilmalarning noqonuniy olib o'tilishining oldini olishdi. Hozir ko'rib turibmiz, havo yo'llari orqali kirib kelayotgan yo'lovchilar, demak, aeroportning o'zida bemalol telefonlarni UZMI tizimidan ro'yxatdan o'tkazish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Lekin buning uchun eng avvalo O'zbekiston Respublikasiga olib kirilayotgan mobil qurilmalar bitta, ikkita, nechta bo'lishidan qat'iy nazar barchasi mana bu yo'lovchi bojxona deklaratsiyasida ko'rsatilishi kerak. Mana shu yo'lovchi bojxona deklaratsiyasi ertaga mobil qurilmalarni, demak, UZMI tizimidan ro'yxatdan o'tkazishda asos bo'lib xizmat qiladi. Bizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin va shunda siz kerakli va yangi ma'lumotlarni o'tkazib yubormaysiz.